Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam amakilari Abbos radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordim va so'radim: "Ey Rasululloh, Alloh taoladan so'rash uchun menga bir narsa o'rgating", dedim deydi. Ya Rasululloh, Allohdan nima so'ray duo qilgan? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Salillahal afiyat." Allohdan tinchlik, ofiyat so'rang dedilar. Amakilariga mana ta'lim. Ey amakijon, Allohdan tinchlik, ofiyat so'ra. Bir necha kun o'tdi. Yana Rasulullohning huzurlariga keldim. So'radim: "Ey Rasululloh, Allohdan so'rash uchun menga bir narsa o'rgating. Duo qilganimda Allohdan nimani so'ray deb so'radim" deydi. Shunda u zot sollallohu alayhi va sallam: "Salillahal afiyata fid dunya wal akhirah", rivoyat Imom Termiziy. Allohdan dunyo va oxiratda tinchlik, ofiyat so'rang deb marhamat qildilar deydi. Azizlar, bu yerda nima o'tirishligimiz sababi, ibodatlarimizning halovati nima? Ana shu Alloh bergan ofiyat, tinchlik, omonlikni orqasidan o'tiribmiz. Agar bu ikkalasi bo'lmasa, borib sajdamizda ham, juma namozimizda ham halovat yo'q. Nima bo'ldi ekan? Ranimasa deydi. O'zimiz masjidda turamiz, qiblaga qarab turamiz, lekin xayolimiz o'sha g'am tashvishda turadi. Ibodatlarimizda halovati, xushu-huzur azizlar mana shu ofiyat, tinchlikda bo'ladi. Ba'zi birlarimiz bor, duo qilsa faqat mana shuni duo qilsa so'raveradi. Ha, bu kerak, hammaga kerak, menga ham kerak, siz bilan bizga ham kerak. Ana shu ofiyat, ana shu omonlik bo'lsagina keyin har bir ishimizda halovat bo'ladi. Ibodatlarimizda bir rohat, farog'at bo'ladi.